Menga eng katta siyosatimga dushman qilgan avvalambor Xorazm viloyatining hokimi janob Ermanov kommentariy, mana Ermanovga men tabrik so'zi yuboraman. Mana kommentariy sanga va sanga o'xshagan noinsoplaringga. Sen juda advokat bo'lib, hokimni, shahar hokimini jinoiy javobgarlikka tortamsan, sen bosh vazirimizga iltimos qilding. Mana endi seni qilgan menga do'stliging. Mana bugungi chiqqan san to'g'ringda va meni siyosatim to'g'risida mana. Sen noinsof menga do'st bo'lsang, erni buzishdan oldin nima qilasan? Sen qo'lingdan kelmasa erni buzib. Mana kommentariyni o'qi. С комментариями интернет пользует отношение сноса недвижимости после премьера-министра. Borganlardan keyin odamlar nima deyapti? Mana bugungi ertalab mana seni rasming. Seni rasming yo'q bu yerda. Bosh vazir bilan prezident siyosatiga nalad deyapti. O'tirgan odamlaring, atrofingda yurgan odamlar mana menga qilgan sizlarni 2 yildagi dushman. Uni buzishdan oldin kallang bilan o'tirib, erga buzgandan foydami u noinsoflarga shuncha pul berdik, 30 milliard, 50 milliard pulimni olding. Nima qilasan u pulni? Sen nima? Katta xolangi pulimi bu? Minfinni puli. Yo o'tkazib qo'ygan joying bormi sen O'zbekistonga bitta noinsoflarni? Birovni ishdan olish bo'lsa, darrov advokat bo'lasan. Jinoiy javobgarlikka tortish bo'lsa, darrov hammang advokat bo'lasiz. Buni men qanday o'qib kabinetda tinch o'tira olayin? Mana bugungi ertalabki menga bo'lgan taklif. Bering o'sha meni salomimni. Mana ikkinchi janob Qashqadaryoni vallomati bor bir. Ro'ziyev degan 5 yil qishloq xo'jaligi vaziri bo'lgan noinsof. Mana xizmatimizda rahbari borgandan keyin mana 19:00 1-avgustgacha Azizov borgandan keyin mana chiqqan hamma akkauntdagi hamma oligilar bitta jinding qarindoshi bilan aloqa butun dunyoni sharmanda qildi meni siyosatimni. O'zingni rayoning, o'zing hokim bo'lgansa, u qilaman, bu qilaman, tayyor hokimni bitta odaming yo'qda, u Dehqonobodga tarmashasan likillab. Mana seni qilgan menga do'stliging, O'zbekistonning hozir ochiqlik, poklik, kecha kunduz uxlamay qilgan siyosatimga sen atrofingda o'tirgan hamma noinsoflar bilan qilgan do'stliging. Qo'lingdan kelmasa nima qilasan uni tippa tuzuk turgan odamni? Odam-ku sen o'zingdan xulosa qil, sen uyingga kelib birov buzsa. Noinsof hamman kim sizlarga aytdi? Men sizlarga qaysinga topshiriq berdim buzgin deb. Birontanga topshiriq bergan yo'qman. Buz uyni, o'qil uyni, bola qil. Men sizlarga aytganman, odamni rozi qilib janob Zokirov degan vazirim bilan birga o'tirib, proyekt qilib, bosh vazirga hisobot qilib, keyin qilinglar deb berganman. Mana seni do'stliging janob Ro'ziyev. O'zingni o'sha rayonga hokim qo'yib yuboraman aytib qo'yay. Mana bugun kommentariy internet пользует отношение сноса недвижимости Farg'ona viloyatining hokimi noinsof Rishtonda. Shuncha pul berib, yaxshi natija qilib, men sizlarga tayyor pul beryapman. Nima deb pul beryapman? Bu obod qishloq qilinglar deb. Mana seni menga do'stliging janob haligi G'aniyev degan vallomat. Atrofingdagi yurgan noinsoflar bilan mana hamma narsa mana seni rasming yo'q, prezident rasmi bor. Odamlar yig'layapti, prezident mana ko'rgin internetda. Hamma G'aniyevning gapi yo'q. Sen noinsof borib ahmoqlargacha shu xuddi Ermanovga o'xshab buz deysan. Buzishdan oldin sen o'zingni kallangni buz. O'zingni kallangni buz. Men seni shuning uchun tarbiya qilib yurdimmi? Mana sizlarni qilgan do'stliklaring, mana sizlarni qilgan hamma sizlarga qosh qo'yaman deb ko'zni chiqarib butun O'zbekistonda mana endi detskiy trud bor edi, detskiy trud yo'q. Hech bola qolmadi endi. Endi faqat O'zbekistonda hamma mana shu internet nima prezident topshiriq bergan buzish, odamlarni norozi qilish. Necha marta aytdim, noinsof, men Rishton bo'yicha ham senga shuncha pul berib aytdimki, Rishtonni yangi qilish kerak, rozi qilib qilish kerak deb. Janob G'aniyev tajribali hokim. Sizlar qanday qilasiz? Ro'ziyev ikkoving xiyonatchisan. Mayli Ermanov kecha kelgan. Sen ikkovingchi. Sizlar bilan mana shunday katta ishlarni biz amalga oshira olamizmi? Hech qachon oshira olmaymiz. Nimaga sizlarga bir topshiriq berish o'zi odam qo'rqadi. Nimaga desangiz, saviyang yo'q, biliming yo'q, ilming yo'q, kitob o'qimaysan, prezidentning qarorini o'qimaysan. Shularni hammasi inobatga olib, albatta bugun mana men selektorda o'zim o'tkazganim, umuman 4 ta sektorda ishini bosh vazir mana shu bir haftaning ichida yangi menga qaror taklif qiladiki, 4 ta sektor ishlamayapti. Ikkinchidan, mas'uliyat va javobgarlik yo'q. Uchinchidan,
odamlarni men birinchi kundan aytayapman, odamni bugun rozi qilaylik. Aslar o'zi rozi qilish aqda tursin, qilgan ishing hammasi norozilik. Hammasi norozilik. Shuning uchun mana eng katta bu kun tartibiga o'tishdan oldin eng katta masala bosh vazirimiz 4 ta sektor bo'yicha prezident qarorini tayinlaydi. Mas'uliyat va javobgarligi. Hamma yerda shu faqat Urganch, Ashxobod ko'chasi, mahalla Ashxobod, город Urganch, hamma internetda. Hamma yerda. Qashqadaryo, Navoiy, mana, к примеру, город Navoiy в рамках программы по строительству социального жилья в 2018 году было сданы 16 семиэтажных домов. Квартиры выдавались малообеспеченным жителям по льготным ипотечным кредитам. В январе застройщик и банк пересмотрели его условия, в связи с чем цена на двухкомнатные квартиры повысилась на 25 миллионов, трехкомнатные 47. Это вызвало возмущение среди владельцев квартир и стало причиной коллективного обращения хакимият. Qabul. Bu nima degan gap qani? U sanda nima bu? Bu nima yana o'yin menga? Assalomu alaykum muhtaram prezident. Muhtaram Shavkat Miromonovich, haqiqatan o'tgan yil shunaqa holat bo'ldi. Biz mana shu shahardagi 10 ta uy bo'yicha dastlab qurilishda birinchi narxini berdik, ikkinchi o'zini real qarordan keyin narx chiqqanda shu masala kelib chiqdi. Muhtaram Shavkat Miromonovich, men uzr so'rayman bu bo'yicha. Buni o'z joyida kelib 4 ta seti bilan arasini ochuvdik, qishloq qurilish masalalari bo'yicha. Agar prezident siyosatini o'tkazaman deb qurilishni boshlagan bo'lsang, o'zingni oyligingdan to'lab bo'lsa ham odamlarni rozi qilib, o'sha quruvchiga ayt, "Sen 1 yil shunday qilgin, kelgusi yil og'ayni foydang bilan chiqasan" deb. Darrov quruvching 1 yilda boy bo'lish, mana Sirg'alida qanday gaplar chiqib ketdi. Men uy qurib, mana sizlarga o'xshagan noinsoflar bilan ishlaganim uchun buni butun O'zbekistonda, butun dunyoga sharmanda qilyapti. Ermanov, Ro'ziyev, G'aniyev va shunga o'xshagan odamlar. Biz 2,5 yilda bergan pulimiz 30 yilda tadbirkorlikka bermagan pulimiz. Agar nima deydi, miqdorini olsak, ko'proqda, undan ham ko'p. Xo'sh, shunday ekan, buni natijasi iqtisodiyotda, buni natijasi odamlarning kayfiyatida, buni natijasi yalpi ishlab chiqarishda bo'lish kerak. Uni shu bergan kreditning 60% hali iqtisodiyotda o'zini ta'sirini ijobiy ko'rsatgan yo'q, janob Qo'chqori. Bu sani qip-qizil sana aybing. Qip-qizil sana aybing. Mana ertalab shu internetda o'qib tinchimadi hali bu. Shuning uchun Aripov bilan Nizamiddinovga topshirib, qaysi viloyat hokimini ishdan olishni taklif bering. Menga kerak emas. Men yana bir marta aytayapman. Bu siyosat bilan biz uzoqqa bora olmaymiz. Zo'ravonlik siyosati bilan, agar zo'ravonlik siyosati bo'lganda 30 yilda zo'r bo'lib ketardik biz. Bu madaniyatsizlik bu. Bizda hozir qilgan Ermanovni qilgan qilig'i, Ro'ziyevni qilgan xiyonat Ro'ziyev qilgan xiyonati. Uchovi internetga murojaat qilsin. 3 ta hokimingiz, Abdulla Nimach. Internetga. Ro'ziyev ham, Ermanov ham va G'aniyev ham hammasi qanday qilib murojaat qilishini siz o'zingiz ayting. Butun elga aytsin. Meni ahmoqligim uchun, meni xiyonatligim uchun O'zbekistonda unda o'ylamanglar. Men ahmoqman. Men xiyonat qilganman. Millat emas, mamlakat emas, davlat emas deb o'sha kerak bo'lsa butun blokerlarni hammasini yig'sin ularga. Yig'sin, blokerlarga o'zlari hisobot bersin.